Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda begunoh kesilib ketgan ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi parlamentning oldida Shvetsiya hukumatidan va dunyodan opam dadamni qutuldirish uchun Xitoy hukumatiningki ayblashlarini qoralash uchunga yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Bugun 2021 yil 8 oyninki 27 kuni juma. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954 yil 5-oyning 20 kun tug'ilgan. El oblastida telegraf idorasidan ta'minlashga chiqqan. Opam Sadat Povdon bo'lsa 1956 yil 8-oyning 21 kun tug'ilgan. Elininki koni ilim mehmonxonasi ya'ni qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Bular 2017 yil 1-oyning 27 kuni soat 9 atrofida nima qilib tutilib ochib ketilib, Ili oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutilib ochib ketib, nimaninki Bo'zdagi turmada qonunsiz kishi tarbiyalashtirgan. Undan keyin opam dadamga yepi qarata sud etib, birinchi qatimda 5 yillik, undan keyin 18 yillik kesayotgan. Mening opam dadamniki kesilib ketishningki sabab bo'lsa, birinchidan mening Shvetsiya o'qish chiqqanligim, undan keyin shaxsiy materiallarimniki Xitoy hukumatining doiralarining qo'liga tushirilib, meningki opam dadamga meni bana qilib turib, o'g'li Shvetsiyada panohlik tiliga siyosiy faoliyatlarda qatnashgan, undan Turkiyaga chiqib, balasi bilan ko'rashgan degan batnomlar bilan 20 yil kesib etildi. Men Xitoy hukumatiga shuni demoqchiki, mening ota-onam begunoh, mening ota-onamniki hech qanday gunohi yo'q. Agar Xitoy hukumati jazoni to'xtatib, opam dadamni o'rlikka chiqarmasa, men bu namoyishimni hargiz to'xtatmayman va shundaqla Xitoyga bo'lgan norozilik namoyishimni emas, Xitoyga bo'lgan qarshiligimni hargiz to'xtatmayman. Men bu yo'lda qor yomg'ir demay chiqib, ota-onamniki o'rlik uchun kurash qilaman. Chunki men Xitoyningki zindonlarda begunoh dafsanda holat etayotgan bir Uyg'ur dada bilan Uyg'ur onaninki farzandi bo'lish suhbatim bilan opam dadamningki meni beqib cho'ng qilgan shundaqla bergan oq sutni oqlash uchun men cho'qim oxirgi tinoqlarimgacha bu namoyishimni qilaman. Shundaqla vatanimizda Xitoy hukumati yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni Xitoyningki jasuslari har xil gaplar orqali pardozlab yo'q qilib o'tmoqchi. Shuningga bu narsani har doim kuniga esing sepib turish uchunga har kuni Shvetsiya parlamentining oldida Shvetsiya hukumati Uyg'urlarga egichiq, Shvetsiya hukumati o'rnidan tur, Shvetsiya hukumati Uyg'urlarga egichiq, Shvetsiya hukumati Xitoyni nim bilan irqiy qirg'inchilik bilan ayıplar degan namoyish shuarlarini to'lab vaqrab Xitoyga bo'lgan g'azab nafratimni bildiraman. Shundaqla buningdan keyinki mushu bizningki mushu ota-onam bo'pmi meningki ota-onamningki kesilib ketganiga men hargizmi bu yo'lda to'xtatmayman va shundaqla bir qism gaplarni uzun qilishning hojati yo'q. Men o'tganki naq maydondami dedim. Ba'zi gaplarni vaqt soat kelgan chaqda men yana mushu nimaninki qarindoshlarningki Uyg'ur jamoatiningki esiga solib turaman. Shuningga qarindoshlar o'zimizningki kallasiga o'zimiz ega bo'lib, Xitoyningki jinoyatlarni yo'shirishga yantayoq bo'lmanglar. Ota-onanglar uchun dasturinglar. Ota-onamizni turmadan qutuldirib chiqayli. Xitoyningki jinoyatini oshkorlayli. Xitoyga bir kunmi nafas oladigan vaqt bermayli. Shuningga men hozir namoyishga shuarlarim to'layman. Sweden, stand up, Sweden! Stand up, Sweden! Stand up, Sweden! Stand up, Sweden! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Fascist China! Terrorist China! Xi Jinping! Fascist! Terrorist Xi Jinping! Fascist China! Terrorist China! Nazi China! Nazi China! Fascist China! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China terrorist! Fascist China! Virus
Xi Jinping, terrorist, Xi Jinping, Xinjiang terrorist, fascist, China, dictator, China, China, release my parents, China, release my parents, China, stops genocide, China, stops genocide, China, stops Uyghur genocide, China, stops Uyghur genocide, China, stops Uyghur genocide, Xinjiang terrorist, Yohailan terrorist, fascist China, terrorist China, terrorist China, fascist China, Sweden, stand up, Sweden, stand up, stand up, Sweden, stand up, Scandinavia, stand up, Scandinavia, stand up, Scandinavia, China, virus, virus, China, Xi Jinping, terrorist, fascist, Xi Jinping, Yohailan terrorist, Xinjiang terrorist, China, release my parents. Stand up, Sweden. China, release my parents. China, release my parents. Sweden, Sweden, stand up, Sweden, Sweden, stand up, Sweden. Fascist China, terrorist China. China, stop folk murdery. China, stop folk murdery. China, stop folk murdery. Assalomu alaykum qarindoshlar, yana bir gap. Mana Dunyo Uyg'ur qurultayidagi ba'zi bir ishdan kuchiklari o'zingninki oshkanlarni yig'ib ol. Mana yig'ingacha bika aqasingninki qilmishlarini texmi ichib, aqasingninki ko'giligingni ko'zingga ko'z tutma. Men deb qo'yay, men fashist Xi Jinping deb Xi Jinpingdan qo'rqmagan odam aqasingdan qo'rqmayman. Yaqinda federatsiya tuzilsa, Shvetsiyadagi Dünya Uyghur qurultayının yalaqchilarini, hatta Xitoyga ishlaydigan Uyg'ur tilli jasuslarni men Shvetsiya bexatarlik idorasiga berib, bularningki o'zindan yillik ekonomika kelish iqtisod manbalarini tekshirishga raport yo'llayman. O'zingni o'shkanlarni bilib shu, menga kaynimdan o'rik olayman yoki pishti qilaman yoki yana bir nima deydigan bo'lsang, mayerga odamlaringni olamdi, qayerlik odamlaringni kuchiringni bo'lgan 7-8 ninki meningki o'shkanlarni yig'ib shirish, o'zingning ishni o'zing qil. Meningki fikr erkinlikim bor, so'zlash erkinlikim bor. Bo'lmasa, aytidan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultayini mishada men ingliz to'lab turib dunyoga anglataman. Mani obdan bilib qol. Fascist China, terrorist China, virus China, Xi Jinping, terrorist, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist Xi Jinping, China, release my parents, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, stop China genocide, stop China genocide, stop China against genocide, stop China against genocide, stop China against genocide, fascist China, terrorist China, terrorist China, virus China, dictator Xi Jinping, fascist Xi Jinping, China, stop folk murdery, China, stop folk murdery,